والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه ecmaîn. Bütün hamd sanalar, maqtaş ve alqışlar alemlerin Rabbi Allah'a olsun. Yaxşı akıbet ve muvaffaqiyetler uşarlığa olsun. Salat, salam, aman esenlikler, qollaş ve destekler Allah'ın peygamberi ve bizim rehberimiz Muhammed Aleyhisselam'a, onun aile tavabatlarına, sahabelerine, kıyametkiçe onun yolunda mağan yoldaşlarına olsun. Amin. Esselamu aleyküm. Kadirlik Şarkı Türkistanlık karindaşlar. Bugünkü sohbetimiz Yunus suresi 83. ayetten buludu. Rabbimiz bu 83. ayette Musa Aleyhisselam'ın ahvalini bayan kılıdı. Mavzu deyilgendek Firavunların irqi qirg'inchiligidan qutulish uchun Musa Aleyhisselam'ın ta'limoti mezmun bu ayette. Yuqorqi oyatlarda Musa Aleyhisselam bilan Firavunning orasidagi haq batıl urushi zikr qilingan. Eng oxir Musa Aleyhisselam haq bo'lg'achqa g'alaba qilib Firavunning sahirlari mag'lub bo'lib, sahirlar iman etgandan keyin u hokimiyatning kadrlari o sahirlar o'chog'di. Maoshli kadrlar. Firavun xonadoniga ishlaydigan, yuqori maosh olib ishlaydigan Firavun kadrlari edi o sahirlar. Ular mag'lub bo'ldi. Ular hamda mag'lub bo'lgandan keyin iman etdi. İman etishning sababi ular hokim millat bo'lgandan keyin erkin, haqiqatni ko'rgandan keyin iman etdi. O kadar cık sahir, bıraklam iman etti. Allah hem de ular iman etkendiği keyin Musa Aleyhisselam'ın milletini, Beni İsrail'in sibtilerini bizi düşündürdü bu ayette. Rabbimiz deydi ki, Bismillahirrahmanirrahim. فَمَا آمَنَ لِي مُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ أَلَا خَوْفٌ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنُوهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالًا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. Musa'ga öz kavmidan kichikkina az sondagi tuqqanlaridan boshqa hech kim iymon etmadi dedi. Fama amana li Musa hech kim iymon etmadi illa zurriyatun min qavmihi. Faqatla öz millatining ishidan chiqqan urug' tuqqanlaridan ozgina inson iymon etdi. Nima uchun? Qibtilardan o kadar yuqori darajalik kadrlar iman etyapsa, Musa Aleyhisselam'ın kavmidan bu kadar az iman etdi. Çünkü Musa Aleyhisselam'ın kavmi qulluqqa ko'nib ketgan bir xalq. İman etib Musa Aleyhisselam'ın ochiq oshkora destekligidek jasarati yo'q, jasarati qirzib ketgan, mingisi juvilib ketgan bir millat bo'lg'achqa Musa Aleyhisselam'ın öz kavmidan, özünün tuqqanlaridan kichikkin inson iman etdi. Shu vaqtgacha nurg'un kuchliq, nurg'un yo'g'on odamlar ham iman etmadi. Masalan, Qarun Firavunning millatidan emas, Musa Aleyhisselam'ning millatidan. Shu chaqda kim milliarder? Firavun davlatining iqtisodini kontrol qiladigan bir kishi. Musa Aleyhisselam'ga aciz, öz kıymetini azgını insan iman etken bilen yani qağalı iman etmedi deydi. Rabbimiz iman etmezlikten sebebini Musa Aleyhisselam kavmini nima deb kelgan? Sizlarni men irqiy qirg'inchilikdan qutqizman deb kelgan. Fa'arsil ma'iya bani İsrail. Musa Aleyhisselamning tunji gapi Fir'avnga Bani İsrailni erkin qo'yappa. Nima deb qul qilsa deb qulluqqa qarashtiruvdi. Firavunni bir tarafdan Allohga İslamiyetga da'vat qilgan bo'lsa-mu, bir tarafdan asosiy masaj Bani İsrailning erkinligi, erkin qo'yib etilishi ashunaq bo'ldi. Ashunchalar shu o'z millatining manfaati uchun ishlayotsa Musa Aleyhisselam va Harun Aleyhisselam u millat ozg'inasidan boshqasi iymon etmadi. Nima uchun?
min Firavuna ve meleihim. Firavun'un xavfidan, Firavun'dan qo'rqdi ve Firavun'un hakimiyetidan. Çünkü iman etkandan keyin Firavun bulunu hesap kitap qilmayla o'ltiribdi. O'zining millatini hesap kitap qilib o'ltirdi. Millatning ko'ziga qaravroq adolat bilan nima qildi. Ammo Sibtilani xatolashgandan keyin yo'q qilibdi, o'ltiribdi, shunday bir eg'ir besim bor. Shuning uchun bular Firavundan qo'rqib, Firavunning hokimiyatidan qo'rqib iymon etmadi. Iymon etsa nima qildi Firavun? Ayyabtinahum. Ularni buzaq qildi. Buzaq deganda qarindoshlarni shunday deb tarjima qildik, ularga fitna qildi deb. Fitna deganni endi shu Uyg'urchalashtirgan vaqtida buzaq qilish degan gap. Endi fitnaningki asosliq ma'nosi Allah o'zi uchun ishlatdi. İnsanlarni imtihon qilish uchun yaratdim bu dunyoga degan vaqtida Allah ibtilo, fitna kelimalarini shu yerda qo'llanadi. Allah'ning bizlardan imtihon olish haqqi bor. Chunki Allah xoliq, yaratquchi, yo'qdan bor qiluvchi. Biz maxluq, yaralg'uchi. Undaq bo'lgandan keyin biz bandalar Allohning mulki. Allohning mulki bo'lgandan keyin Allah bizni imtihon qiladi bu dunyoda. Valiyumahhisallohu allazina amanu va yamhaqul kafirin. Allah iymon etganlarni tamhiz qilib, arib chiqib, saodat maydonida ep qoladi. Kafirlarni ayirib chiqib, kafirlarni tutib, undan keyin butunlay azaplaydı. Çünkü kafirlar yüzsüz, vefasız degan gap, mu'min degan gap, sodiq degan gap, musulmon degan gap, itoat qiluvchi degan gap. Shuning uchun Allah bizning yaratquchimiz bo'lg'achqa, Allohning biz bandalarni imtihon qilish haqqi bor. Shuning uchun Allah bizni bu dunyoga imtihon qilib yaratdim desa, Allohning haqqi bu mashru. Ammo Allohdan boshqa hech kimning biz insonlarni imtihon qilish haqqi yo'q. İmtihan qilsa nima bo'ladi? Fitna bo'ladi. Shuning uchun Allah imtihon qilsa, Allah bir narsaga imtihon qilsa, Allohning imtihoni mashru, boshqa maxluqlarning imtihoni g'ayri mashru. Shuning uchun Firavunning Musa alayhisolamning qavmini fitnaga tashlashi, imtihonga tashlashi g'ayri mashru. Xuddi Xitoy tajovuzchilarining Sharqiy Turkistonliklarni fitnaga tashlashi g'ayri mashru bo'lgandek, qonunsiz bo'lgandek. Firavun qanday bularni imtihon qildi, qanday buzaq qildi? Shu so'rg'u savolsiz hisob kitob qilmaylar o'ltirdi. Kishilarni o'ltirdi, ayollarni tutib qo'l qildi, didak qildi. Nima ehtiyoji bo'lsa shuni qilib xo'rlaydi. İnsan balası bunda xo'rliq chidamaydi ya. Chidamagandan keyin bu xalqni qo'rqib Firavunning shunday fitna qilishidan uni o'chab ketaylik. Mingisi jo'lib ketaylik. Haqni, haqiqatni ko'rib tursinmi? Musa alayhisolamning payg'ambarligini bilib tursinmi? Men seni qo'llayman deb yuraklik o'ttirib chiqarlik emas. Masalan, Xitoymi? Hozir uni bizimizda Xitoymi hozirgi zamonning Firavunlaridan biri. Xi Jinping degan Firavun Sharqiy Turkiston xalqini qo'l qilish amri farmonini chiqardi. Firavun er kishilarni o'ttirishni farmon chiqargan bo'lsa, Xi Jinping er ayol, kichik bola hammani o'ldirish. Nima uchun? Chunki u Firavunlashib ketgachga Sharqiy Turkiston zamin bizning bo'lg'achqa va Xitoy tajovuzchilar bulangchilik bilan bulvag'achqa Xitoy o'zi jinoyatchi bo'lg'achqa biz uyg'onib qolsak, kushinib qolsak va qo'ldan chiqadigan bo'lg'achqa shu fursat kelishdan burun bizni yo'q qilish uchun bizga o'lim farmoni e'lon qildi va millat sifatida yo'q qilish. Ya Xitoy bo'lasan, bo'lmasa yo'qaysan dedi. Buning eti Xitoyning fitnasi, Xitoy fitnasi bu. Fitnaning imtihon degan to'q. Xitoy qanday shaklda qonunsiz holda bizni imtihon qiladi-da? Davlatdagi biz
Jungo'ga sadıqlarni ve ikiyüzlüklerini arayımız degan siyasetini çıkarıp Xitaylaşmagan, kafirlaşmagan, munafiqlaşmagan, Xitaylığı işlemigen insanların hemmisini qırğın qılıvatıdı o. Bir qismini organ etkesçiligi qilib, devlet qulu bilan, Xitay devlet qulu bilan organ etkesçiligi qilib, dunyoga satavatidi. Sharqiy Turkiston xalqining organlarini, ichki a'zolarini dunyoga satavatidi. Odam badani, odam etkesçiligi qilib, Xitay tajovuzchilari dunyoga satib, Uyg'urning badanini satib pul topatidi. Nurg'unlarni concentration camplarda sulab, malni sulab baqqandek beqib, qachon ichki a'zo lozim bo'lsa, shu maska egallarni chiqib o'ltirib, setib, uylab qoldi, kasallab qoldi, u bo'ldi, bu bo'ldi deb xalqimizni aldayotdi va xalqarani aldayotdi. Turmalarga patmaganlarni-chu, mingi sujilib bo'lganlarni sırt qo'yib turib, unda kasal keldi, bunda kasal keldi, sizni biz davolaymiz deb Sharqiy Turkiston xalqining badanida kemiylik qurollarni sinab qilyotdi. Biologik qurollarni sinab qilyotdi. Her türlü dunyoga elib bormoqchi bo'lgan suiqasd qurollarining hammasini Sharqiy Turkistonlik ustida sinab qilyotdi. Mana buning aytib fitna. Xitoy nimaga asosan qiladi buni? Devlet bizning xalq degan devletga bo'ysunish lozim deydi. Amaliyotda Sharqiy Turkistonlik Xitoy devletiga tabe emas. Sharqiy Turkiston ayrim devlet, Xitoy ayrim devlet. Xitoy şu an besib ağaçqa, hakimiyetimizni tatib ağaçqa, xalqimizni qul o'rnida ko'rib, xalqimiz ustidan fitna elib beryapti. Fitnaning eng oxirisi shu irqiy qirg'inchilikqa chiqargan narsa. Shuning uchun Allohning fitnesi insonga ko'ra imtihon hisoblanadi. Chunki Allah insonni imtihon qilish uchun ba'zi musibatlarni beradi. Bu qonunluq. Çünkü Allah bizning egimiz. Biz Allah'ın mulki. Ama Allah'dan başka, meyli Xitay olsun, Xi Jinping olsun, Fir'aun olsun, Ebu Cehil olsun, Ebu Leheb olsun, her qandaq tağut, her qandaq deccalik sistem insanların üstüden imtihan eliş, insanların fitnege sürükleş hakkı yok, hukuku yok. Şunun için Allah böyle Tilanın, Beni İsrail'nin Musa aleyhisselam'a köp sallık ergeçmeslikten sebebini Fir'aun'un fitnesinden korkup şunda kıldı deydi. Xuddi Sharqiy Turkiston xalqi Xitoyning fitnesidan qo'rqib hech ish qilmagandek, haqqi ergashmagandak. Xuddi Sharqiy Turkiston xalqi chet elda turibmi, Xitoy hokimiyatining, Xitoy kadrlarining, Xitoy shayklarining chembirgidan chiqib bo'lmay, o'zini ozod qilib bo'lmay, ya'ni shu Xitoyning qo'lida kontrolligida tipirlagandek Bani İsrail shunday bo'lib qoladi. Ve inne firavuna la'alim fil ardi ve innehu la minal musrifin. Yani şu hakikat qaytsak, inne degan cümlenin mazmunini tahqiq uchun keladi. Haqiqat shudir ki, Fir'aun shu chaqda yer sharida haqiqatan yüksek bir hakimiyetdi. Alim degan yüksek, kuchli bir hakimiyetdi. Mutakabbir, nayt o'zini cho'ng bo'ladigan, bizga hech kimning kuchi yetmaydi deydigan, o'zini super power ko'radigan bir narsa edi. İnsan har qanday davlat yoki inson o'zini har bir kuch mening qo'limda desa, ilahlaşdi u. Fir'aun ilahlashdi u. Ma alimtu lakum min ilahin g'ayri. O'z xalqiga shunday xitob qildi. Sizlar uchun mendan boshqa bir ilahni ko'rmadim. Sizlarning ilahinglar men, ana robbukumul a'la, en yüksek ilahinglar men. Bana ibadet qilinglar dedi Fir'aun. Nima uchun? Kuch qo'lida bo'lg'achqa o'zini ilah deb sanab qoldi. Buni kuch zaharlanmasi deymiz. Kuchning hammasi shunday bo'lib qolsa, masalan, hozir Xitoyning qo'lida kuch ashaga to'planyapti. Xitoyning niyati dunyodagi insonlarning hammasining niyatidan eng yomon bo'lg'achqa. Xitoy dunyo ichida eng vahshiy, eng axloqsiz,
eng shafqatsiz, insonlikdan mahrum qolgan bir maxluqlar bo'lg'achqa, uni Dajjal sistemi Xitoyni dunyoga birinchi kuch qilamiz deb butun kuchi bilan Xitoyni kuchlantiryapti hozir. Xitoy uni ko'rgandan keyin qanday bo'lardi? O'zini iloh ko'rib, men xohlaganimni qilayman, qila olaman. Men nima qilsam o'zimning ishi deb hozir Sharqiy Turkistondagi yo'g'on bir davlatni yutib olish oldida, Sharqiy Turkiston xalqidagi 40 milliondagi xalqni butunlay yo'q qilib, irqiy qirg'inchilik qilib, yo'q qilib o'tish oldida Sharqiy Turkiston xalqi millat sifatida yo'qolish girdobiga berib qo'yadi. Bu nimadan keldi desa, shu Xitoydagi shu kuchninki cho'ngligidan bo'ladi. Xitoy o'zini super power deb ko'radi dunyoda. Va innahu laminal musrifin. Yana bir haqiqat shudir, Fir'avn musriflardan edi. Ya'ni israfxo'r. Joyda israfxo'r degan vaqtda biz aqlimizga yemek ichmakdagi israfxo'r keladi. Yemekni jiqlaydigan, $10 xiylaydigan, $20 xiylagan israf deymiz normal kishilik hayotimizda. Ama Fir'avn uchun Fir'avnning israfxo'rligi qandaqdi? İnsan israfxo'rlik qiladi. İnsanın ko'ziga qaramaydi. Bu bir insonda, bunun bir jon vardı, bunun bir ko'ngil vardı, bunun ailesi vardı. Bunu o'ltirib yig'laydigan insonlar vardı degan gap kallasiga kelmaydi bu maxluqning. Musrif o'zining manfaatini o'ylaydigan, boshqa hech kim bilan kar olmaydigan musrifni, shunday bir ruhdagi insonni Alloh musrif deydi. Fir'avnni musrif deydi. Hozir butun dunyoda öz davlatini boshqarayotganlar shunday o'z manfaatidan boshqa hech kimga qaramaydi bu. Pul desa, anasini sotadigan yer kelib qoladi butun liderlar. Adolat, kishilik huquq, inson haqlari degan gap hammasi cheylinib, hech kimning kari olmaydigan holga kelib qoldi bu. Agar rost inson haqlari deydiganlar bo'lsa, rost kishilik huquq deydiganlar bo'lsa, rost adolat deydiganlar bo'lsa, Sharqiy Turkistonning beshiga menda kun tushib olsa, biror yerdan bir g'ingshiydiganlar chiqib qoladi u ham bu yerdan. Hech kimning kari yo'q. Va'da faoliyat shaxslar g'ingshib qo'ygan bilan davlat sifatida, millat sifatida hech kim Sharqiy Turkiston xalqi bilan kari yo'q. Nima uchun? Musrif bo'lib ketgachga. O'z manfaatidan boshqa hech nimaga qimmat bermaydigan maxluqlarga aylanib qolg'achqa shunday bo'ldi. Fir'avn shunday bo'ldi. Shunday bir Fir'avn sistemasining qarshisiga Alloh Musa alayhisalomni va Harun alayhisalomni chiqarib, ularga qarshi urush qilsan, mujodala qilsan, millatini qutqizasan deb evatdik. Rabbimiz buni tushuntiryapti. Ahvol bunday bo'lgan vaqtda Musa alayhisalom az sonliq bo'lishiga qaramay, kichikgina inson Fir'avndan qutulamiz deydigan, Fir'avndan mustaqil bo'lamiz deydigan yoki o'z davlatimizni quramiz deydigan insonlarning soni bek az sonliq tursimu Musa alayhisalom mundaq dedi. Va qala Musa: "Ya qavm, ey millatim, ey mazlum millatim, in kuntum amantum billahi fa alayhi tavakkaltu." Agar sizlar ras Allohga ishongan bo'lsanglar, Allohga tavakkul qilinglar dedi. Ras ishongan bo'lsanglar, Allohga tavakkul qilinglar dedi. Chunki tavakkul iymonning mevasi. İmanı bor odam tavakkul qiladi, iymoni yo'q odam tavakkul qilmaydi. Biz tavakkul desa, Uyg'urchada shunday bir oddiy, xato bir ma'noda ishlatamizki tavakkulni. Tavakkul qildi desa, uning oldi oqisini hisoblashmay turib, qarasa qo'ldan bir yo'lning ustiga sakrab chiqqanni tavakkul deb menda qaraymiz. Tavakkul unday gap emas. Tavakkul vakil, yıldızdan çıkıdı vakil. Biz millet vekili deymiz-go. Şu millet vekilinin, şu vekil degan yıldızdan tevekkül çıkıdı. Yani qanday yerda işiltimiz vekilni? Mahkamada bizga vakolatdan advokat ishlatamiz. Advokat bizning vekilimiz bo'ladi. Bizning deydiganimizni advokatimiz deb turadi. Biz ishimiz advokatga, men uchun sen mush xizmatni qilsang bo'ladi, meni mudofaa qilsang bo'ladi, haq huquqimni
müdafiə qılsan buludu, hukukunu berib bitimiz. O vakaleten, bizge vakaleten vədə işleydi. Yana vekil nerede işleydi o? Mesela toy qılğan vaqtlarda nikah qıladigan çağda qızlar bek nomuschan bo'ladi go, Allah hayoliq yaratgandan keyin qiz bolani. Tegdingizmi desa, tegdim deyishdan nomus qildi qiz bola. Endi bu tabiati buzilmagan normal qiz bolaning gapini qilyapman. Bu mayli musulmon bo'lsin, mayli musulmon bo'lmasin, tabiati buzilmaganlar bo'lsa, bir kishiga tegdim deyishdan insonlarning oldida nomus qiladigan ish bor. Hayo bo'ladi insonda. O nomus qilib tegdim diyemagan keyin u qizga vakolatan uning dadisi bo'lsa yoki aka-inilari yoki tag'illari shu qizga kim bek kuyunadigan bo'lsa, kim shu qizning haq-huquqini qo'g'daydigan bo'lsa, qizning rizosini olib birini vakil tanlaydi. Qiz, "Mushu mening vakilim shu" deydi. Shu vakili chiqib, "Men falani qizimni pistoniga berdim" degan gapni qizga vakolatan dadisi yoki aka-inilar, tag'illari deydi. Vekilni shunday yerda ishlatamiz. Endi buni tushungandan keyin endi Allohga tavakkul qilish degan nima gap? Allohga tavakkul qilish degan gap, tavakkul degan vakil tanlash degan gap. Menga vakolatan mening manfaatimni eng qo'g'daydigan kim deb vakil tanlaymiz. Vakil tanlab faqat Allohninki deganlariga qarab boqamiz. Anandan keyin hozirgi Firavun hokimiyatining, Xi Jinping hokimiyatining deganlariga qarab boqamiz. Anandan keyin pulga sotilgan namussiz dunyo qonuniyatlariga qarab boqamiz. Dunyo sistemaga qarab boqamiz. Qaraqanda hammani tekshirib baqsaq, Allohning degani bizning manfaatimizga eng yaqin. Hozirgi ishda, hozirgi mavjud biz qilmoqchi bo'lgan ishda aniq bo'lmasimi bizning manfaatimizga uyg'un yoki uyg'un emasligi. Boshqa hayotimizning boshqa sohasidagi Allohning deganining hammasi bizning manfaatimizga uyg'un chiqib kelyotdi hayotimiz bo'yicha. Bu dunyoda Allohdan boshqa hech kim bizning manfaatimiz uchun ish qilmaydi ekan, buni isbotlanib kelyotdi, buni ko'rib kelyapmiz. Buni ko'rib kelgandan keyin hozir qadar Allah hozir qadar mening manfaatim uchun bir narsani degan bo'lsa, hammasi to'g'ri chiqayotgan bo'lsa, mushu ishdimi Allohning degani to'g'rimi deb Allohni vakil tanlaymiz. Millat vakili saylagan vaqtidami ovoz beramiz-ku biz kimga? Kimni saylaysiz? Falanni millat vakili saylaymiz deb. Nima degan gap millat vakili saylaganlik? Ash mening ovozimga vakolatan mush odam so'zlisi bo'ladi. Mush odamning gapi, ash mening ovozim shu. Mush millat vakili parlamentda nima desa, ash mening ovozim shu deb millat vakilini shunday saylaymiz-ku. Shunga o'xshagan Allohga tavakkul qilish degan, Alloh mening yaratquchim, Alloh nima degan bo'lsa, ash mening so'zim shu. Men Allohning yo'lini tanladim, Allohning deganini tanladim, Allohga ishondim, Allohga tayandim deb Allohga ishonib, Allohning deganini, Allohning yo'lini tanlaganning ismi tavakkul deyiladi. Shuning uchun Musa alayhisalom dediki, ey millatim, agar siz mu'min bo'lgan bo'lsanglar, Allohga ishongan bo'lsanglar, Allohga tavakkul qilinglar. Allohning yo'liga ishoninglar, o'zinglarni bag'ishlanglar. Allah hech qachon xato yo'lga boshlamaydi. Chunki Alloh sizlarni yaratdi. Sizlarni Allohdanmi bek biladigan hech kim yo'q. Sizga Allohdanmi hech kim yo'q. Sizga Allohdanmi mehr shafqatlik hech kim yo'q. Boshqa maxluqlarning o'zining ehtiyojlari bor. O'z ehtiyojini deb, o'z manfaatini deb sizni setib etadi. Allohning bu dunyoda va hech qanday yerda bizdan kutadigan hech qanday manfaati yo'q. Allah Rahman Rahim, mehri shafqatli Allah, kainat yaratdi, bizni yaratdi. Unda bo'lgandan keyin Allohning bu dunyodagi qonuniyati butunlay bizning manfaatimizga ishlaydigan bo'lgandan keyin Allohning deganini degan qilib, Allohni tanlanglar. Allohni mening vakilim denglar. Va kafa billahi vakila. Allah vakil bo'lish sifatida zaten kifoya qiladi, yetadi. Agar Allah bizning vakilimiz bo'lgan bo'lsa, ey Allah, ma ishta mening vakilim sen. Men
senin yolunu tanladım. Ben senin kanununu tanladım. Ben seninki muş dünyaya koyup koygan sebep netice kanuniyetini tanladım. Nemi kılsan kılıp beni senin yolundan ayırma. Ben senin yoluna geldim dep Allah'ın benim vekilim dep Allah'ın yolunu tanlaganın ismi tevekkül. Tevekkülün içinde plan tüzüş var, stratejiye tüzüş var, onu əməliləşdiriş için taktika tüzüş var. Anadaki onunla ketadigan tayyorlikni qo'limizdan kelishcha qanchalik tayyorlik ketadigan bo'lsa, tayyorlikning hammasi bor. Mushu dunyo qonuniyati bo'yicha nima qilish kerak bo'lgan bo'lsa, shuning hammasini biz qilib bo'lib, anadaki nima qilamiz? Ya Allah, qo'limdan kelganini men qildim. Endi buning a tarafini mening qo'limdan kelmagandan keyin men seni vakil qilib tanladim. Sen mening vakilim bo'lgandan keyin buning muvaffaqiyat bo'ladigan, g'alaba qiladigan ishlarga seni yo'lab, yo'l boshladib, Allohga tayinib, Allah'a tevekkül kılınız. Musa Aleyhisselam şunu demekçi. Mümin boğan bolsanlar, Allah'ını tanlayınlar. Allah'a avaz verenler, bollanlar. İn kuntum muslimin, eğer Müslüman bolsanlar. Bu bir şart. Müslüman bulaşının şartı, mümin bulaşının şartı, Allah'a tevekkül kılış. Allah'a işeniş, Allah'ın digine işeniş. Allah'ın digininin doğru ekanligiga ishonish. Allah'ın bizga kuyundiganligiga ishonish. Allah'ın bu dunyoning yaratuvchisi ekanligiga va bu dunyoning boshqaruvchisi ekanligiga, bu dunyoni kontrol qilguchi ekanligiga ishonish. Bu dunyoda bo'layotgan mayli yaxshilik, mayli yomonlik hamma narsa Allah'ın ilmining sirtida emasligiga ishonish. Allah'ın mush beshimizga kelayotgan butun musibat, butun irqiy qirg'inchiliklarning hammasidan Allah'ın haberdar ekanligiga ishonish. Bu chaqda ishinib turib, Allohga tayinib turib, yo'lga chiqsak nima bo'ladi? Azsallik bo'lsakmi? Kuchimiz yetganni biz qilamiz Allohning tavfiqi bilan. Kuchimiz yetmagan yerda Alloh yo'l ko'rsatadi. İşimiz muvaffaqiyatli bo'ladi. Endi bu oyatda qarindoshlar, Musa alayhisalom o'z qavmiga ideologiya dars beryapti. Aqida dersi beryapti. Chunki bir urushda, bir kurashda, dushman bilan kurashda ideologiya sog'lom bo'lmasa, inson degan qachadigan narsa yenib oladi. Jon degan bek tatliq, mal degan bek tatliq. Uni yengayman deb melni seppagan bilan jinni seppagan bilan qanday bo'ladi? Allohga ishonmasa problem chiqadi. Şuna bu yolda mağalaydıgını faqatlam Allah'a işengen insanlar mağalaydıgan bo'lg'achqa Allah'a tevekkül qilishning o kadar muhim bo'lishining sababi şu. Bu yolda mağalaydigan insanlarning ideologiyasinin sağlam bo'lish kerakligi, aqidasi sağlam bo'lish kerakligining shart bo'lishining sababi bu. Masalan, Xitoy bizga qimlig'ini qilmadi. Jimiyatni emas. Bu yerda bir ishni qilib baqdi. Qarindoshlarimiz Sharqiy Turkistonning har taraflarida qo'lidan kelganini qilib baqdi. Kuchimiz yetmedi. Nima uchun? Tavakkulimiz bo'lmag'achqa. Allohga bo'lgan tavakkul bo'lmag'achqa, Allohning bu dunyoda qo'yib qo'ygan qonuniyatlarga to'liq amal qilinmag'achqa ishlarimiz oqmadi. Agar aqidamiz sog'lom bo'lgan bo'lsa, iymonimiz sog'lom bo'lgan bo'lsa, ideologiyamiz sog'lom bo'lgan bo'lsa, Allohning yo'lidan borgan bo'lsak, Xitoyni yengish allıburun yengib tutdik, allıburun vatanimizning mustaqilligini asliga keltirib qo'ygan bo'ladi. Qarindoshlar, bugungi dars, bugungi suhbat mishada bo'lsin. Oxirisi yana Musa alayhisalom ta'limotini davom qildi. Uni keyingi suhbatda davom qilamiz. Allah bizlarni Allohga tavakkul qilganlardan qilib etsin. Allohga haqiqiy ishonganlardan, haqiqiy iymon etganlardan, haqiqiy musulmon bo'lganlardan qilib etsin qarindoshlar. Mush ulug' Ramazonda duolarimizni ijobat qilsin, qilgan ibodatlarimizni qabul qilsin.